u ayoldan shundoq ter hidi keladi-yu, kechirasizlar-u, mana hozir ko'pchilik meni kuzatyapti bu yerda, men qo'pol bo'lsam aytyapman bu narsani. Shundoq keladi, o'tiradi, shundoq ter hidi. O'zini hurmat qiladigan odam avvalambor ter hidisiz yuradi. Avvalambor toza kiyinib yuradi. Obufiga toza qaraydi, o'ziga ham toza qaraydi va kir soch bilan ko'chaga chiqishga o'ziga ruxsat bermaydi. Bizning qizlarimiz oxirgi paytlar bemalol kir soch bilan ham bitta kepka kiyib oladi, sochim kirdi deydi-da, kiyib ketadi. Deyman. O'zingni hurmat qil. O'zingni hurmat qil. Слушай, sen o'zingni hurmat qil. Men qizimga ham aytaman, hozir bular hammasi shunaqa bo'lgan bilmayman. Bo'veradi deydi, kepka kiyib ketaveradi. Men hozir ayollar haqida gapiryapman. O'zini hurmat qilgan ayol hech qachon o'ziga kir soch bilan yurishga poзволять qilmaydi. O'zini hurmat qilgan ayol chiroyli kiyinib yuradi. O'zini hurmat qilgan ayol